Bu yoqishimiz ham qo'ylar bilan yashab bilmay qoldi, adashib qoldi. Men qo'ymanmi, molmanmi, qushmanmi savol beryapti o'ziga. Mana qarang, akamni ko'rsangizchi. Qo'y mo'rlar bilan oxirida mana bu yerda silos bor, makka, juvori, kunjara bir bolalar borning. Endi ratsion o'ta ham samolyotda. Akam mashinadan yeyapti. Asosiy tuxum bilan ta'minlab beradigan opamiz. O'tgan yili 10 million so'mlik tovuqim o'lib ketdilar viruslar deb. Omaliga masha o'lmay qoldi. Ma, kelib yoqqa-kechi, sut ichasanmi? Bektirxon, keling. Sut ichasizmi? Tovuqim kelyapsizmi? Kelyapsizmi? Bismillah, oling. Sena qo'ylarimiz aka. Ey, barakani ko'ring. Jonim akam, barakani ko'ring. Mana bu Afg'onda qo'chqarchasi. Anonimiz hali tarraqa. O'rtada bir kasal bo'lib qoldi, o'ta ham kasal bo'lib qoldi. Bunga dorilar, o'zi ham bir 20 kun doriladi shekilli. Sekin o'zi kelib yemlarini yeyapti. Hatto haligi kichkina qo'zichog'imiz Avgust deb ot qo'yib qo'ygan adam. Mana kichkina qo'zichoq. Akamni tomog'ini kecha tikdik-ku. Doktor ham vaqt bosib ketdi, gap yo'q dedi. Suzma, to'xta, o'zingga kel. Intervyu beryapman-ga. Bo'ldi, sut tugadi. Bo'ldi. Oldam o'zgarganini ko'rib qo'ying. Agar akamni bilan qo'yimiz 10 ta bo'ldi. Bittadan boshlanadi-da. Sekin bittani olib, tajriba qilib, yaxshi ketsa, keyin sekin to'planadi-da. Eplamay qolib yo'lda tashlab yuboradigan bo'lsangiz, ishmasda. Mana qo'yimiz o'sha eksklyuziv ekan. Dumbani o'rtasida ortiqchasi bor ekan. Qarang. Shu eksklyuziv. Yopib turar ekanda bu avratini. Yaxshi. Kashdan voy. Raspakovkani 300 parligini bitta obzor qilib bermoqchi edim. Ungacha kelib, Moskvichdagi akamiz o'sha yuklab tushirib ketdi. Qarang. Olib kelingan narsalar, odamlar uy quryapti boru. Men mana qushxona qurib yotibman. Haqiqiy masshtabli bo'lyapti. 300 par qushga joy tayyorlayapmiz. Bitta joyni ko'ring aka. Yangi qo'shilgan aka-ukalarimiz uchun bu joyimiz 6 ga 8 qushxona quryapmiz. Ichida 300 par qush boqish uchun. Ma'lumot o'rnida. Endi bilmayman uncha pulni qayerdan olamiz, lekin ahmoqgarchilikka ham o'xshayapti, lekin bu biz bundan daromad qildik. Shunga bor budimiz bilan mashinaga yondashmoqchimiz. 300 par qush. Endi o'zimizcha baribir ojizona fikr qilamiz. Birinchi bo'lib, tabiiyki insonimizning foydani o'ylaymiz. 100 pari 300 pardan ichida. 3 donadan tirik bola katta qilib olib chiqsa, 300 dona. Действительно katta summa bo'lib ketib qoladi u. 300 donani endi 50 ming so'mdanmi, 60 ming so'mdanmi sotilsa bir donasi hazilakam summa emas. Nasib bo'lsa prosesda bo'lishib boraman. Bugun kechasi bilan machaga nollarni olib chiqamiz, patolog qo'yamiz, xudo xolasa. Qafaslar ham 8 ga 2,5 bo'lyapti. O'zbekistonda hali unaqa qafas menimcha hech kim qilmagan. Ayniqsa suv ichadigan sistemasi uni dunyoda hech kim qilmagan desak ham bo'lardi. Bu ojizona o'zimizning fikrimiz, ko'rmadinglar rostdan ham. O'zimizning ixtiro desak ham adashmagan bo'lamiz. Buni ham bo'lishib boraman nasib bo'lsa. Bundan oldingi videolarimda aytib o'tdim. Valer qilib polni yaylovda yuradi deb. U 70%, 80% ishlamaydi ekan unaqa. Yaylovda boqib tirikchilik qilayotgan akalardan ham suhbatini oldik. Alohida qafasda o'zim boqib rosa daromad qildim. Baribir o'zim necha qimmatroq bo'lsa ham 300 parda qafasga joylaydigan bo'ldim. Chunki qaysi pari ishlayapti, qaysi pari ishlamayapti, aniq bilib olishga imkoningiz bo'ladi-da. Endi yaylovda boqishlikda ikkinchi qulayligi qafas qilib o'tirmaysiz. Endi biz qafas tarafdori bo'ldik. Endi o'zimizcha mana bu sheriklar bilan kengashim bor meni. Mana, bu kengash bilan bir qator maslahat qildik. Kim nima deb paragalasabat qildik. Hamma bir ovoz bilan qafas dedi. Nasib bo'lsa Jishadan qilib yig'ib olamiz. Bu proses davomini albatta bo'lishib boraman. Bu ishimiz qo'shimcha daromad manbai qilish maqsadida. Asosiy ishga Moskvich sotib yoki Matiz sotib narsalar qilib tikish kerak deganimiz bu narsa. Jicha oshina boshlanib to'plasa qo'shimcha manbayda